Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan huzur ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida do'stlar aro muomalaning qanday bo'lganligiga to'xtalamiz. Men Abul Qasim Ahmadi programmamizning navbatdagi aziz mehmoni ustoz Sirajdin Aziz bo'ladi. Sirajdin Azimda o'tgandagi bo'limda shu insonning Alloh bilan bo'lgan muomalasi haqida to'xtalgan edik. Bugun shu o'tganki bo'limning davomi shaklda yana endi Alloh bilan inson o'zining Robbi bilan bo'lgan muomalani bilgan inson do'stlar aro muomala qanday bo'lganligi haqida bir tushuncha bergan bo'lsa, chunki ko'rayotimiz jamiyat nurg'unlagan qarindoshlarimiz o'rtasidagi muomala yani o'zininki nafs xohishuncha Qur'on hadisga bo'lmay, o'zining nafsi bilan bo'lib, o ma'lum vaqtdan keyin o do'stlik tutishib qolgan, ajrashib qolgan ahvolni ko'ryapmiz. Bu vaqtda sizlar bir o'chiqlanib o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi rahmat. O'tgan qatimliq programda insonlarning Alloh bilan bo'lgan muomalasi ustida to'xtalgan edik. Endi butun muomala insonning en başta Allah bilan bo'lgan muomalamizni yaxshi qila olsak, undan keyin insonlar bilan tuqqanlar, ota-ona, yaqin, do'st, birodarlar hammasi bilan bo'lgan muomalani yaxshi qila olamiz. Yani bu asosda haqiqiy turda inson Allah bilan bo'lgan muomalasini haqiqiy yaxshilab, Allohga bo'lgan iymoni kamil bo'lib, Allohdan maxfiy holda qo'rqqan yoki oshkora holda qo'rqqan, davomliq Alloh bilan bo'lgan muomalasini shu Qur'on, hadis ko'rsatmasi bo'yicha qila olsa, undan keyin boshqa ishlardagi muomala yaxshi ravon bo'ladi. Ammo endi shundoq ekan, eng yaxshi muhim bo'lgan masala zot biz bu insoniyat jamiyatida yashayotgan ekanmiz. Albatta biz yolg'iz yashayolmaymiz. Davomli biz insonlar bilan birga yashash to'g'ri keladi. Ota-onamiz bilan, do'stlar bilan, qarindoshlar, tuqqanlar, jamoat undaq bo'lgan ekan, albatta biz muomalamizni insonlar bilan eng yaxshi ravishda qilish talab qilinadi. Hakikaten biz insanlar qarindosh, yalnız bu birodarlar, do'stlar emas, umum mu'minlar qarindosh ekanligini Alloh Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwatun degan oyat bilan ko'rsatgan. Butun dunyodagi mu'minlar qarindosh. Ammo shu qarindoshlarning ichida endi bir din, bir til, bir mahalla va yoki bir yurt, shunga o'xshagan atrofdagi birga yashaydigan birodarlarning o'rtada, insonlarning o'rtadagi muomala tunimaydigan yot yoki boshqa dindagi insonlardan albatta farqli bo'lish lozim. Xususan bu do'stlar o'rtadagi muomala salbiy tarafdan deydigan bo'lsak, davomli shu haliqidek manfaat ustiga qurilib qolgan muomalani jiq uchratyapmiz, ko'ryapmiz. Asli haqiqiy muomala do'stlik bu manfaat ustiga emas, Allohning rızası üçün bo'lgan do'stlik qilish lozim. Payg'ambar alayhisolamning mashhur hadisida bu inson Allohni yaxshi ko'radi va insonlarni yaxshi ko'radi. İnsanlarni yaxshi ko'rgan inson albatta shu insonni faqat Alloh uchun yaxshi ko'rish lozim. Ya'ni manfaat uchun emas. Ama biz ko'radigan, ba'zi biladigan insonlar haliqidek bir birodarlar bilan, do'stimiz bilan savdo muomalamiz yoki bir maddi menfaatimiz kelgan vaqtida nayt yaxshi. Ama shunda menfaat maddi üzülgen vaqtida kesilib ketadigan masala bu haqiqiy islomiy qarindoshlik degil bo'lmaydi endi. Shuning uchun bu masalada nayt yaxshi ayirib olishimiz lozim. Hamda haqiqiy qarindoshlikda insonlar albatta rioya qilish tegishli nurg'un masalalar bor. Xususan insonlar haliqidek do'stlar o'rtasidagi muomalada biz davomli boshqalarga yaxshi muomala qilishimiz lozim. Hatto Payg'ambar alayhisolamning mashhur hadisi bor. Bir birodarlar 3 gün adavatleşip qarashmay, uchrashganda birisi o tarafga, birisi bu tarafga qarab mangsa, o Alloh unda odamni yaxshi ko'rmaydi, ham onda odamning namozi, ibodatlari qabul bo'lmaydi. Ammo eng yaxshisi ularning salomni boshda qilib, shu adovatni, so'qliqni uzgan odam shularning yaxshisi degan mazmuni shunda hadis bor endi. Shu asosda bu insonlar muomalada nayt yaxshi bo'lishimiz, xususan bu do'stlar aro nayt bek sezgur muomala qilishimiz lozim. Bunda nurg'un masalalar o'tirg'i chiqadi. Albatta bu
qarindoshlikninki Allohning dargohidagi nimasi bek cho'ng endi ustun hadis qiyomat Allohning soyasidan soya bo'lgan kishilar bu Alloh yo'liq bo'lgan qarindosh bo'lgan do'st bo'lganlik ekanligi bularning Allohning dargohidan ayta ehtiromlarga erishganligi unda bo'lgandan keyin bu do'stlik zaten shar'iy tarafdan o'zimizningki bir dunyolik tirikchilik halakchiligimizdan ayrilgandimi bir do'st zarur endi do'st bo'lmay yaxshi do'stlar bo'lmay yashagan hayot bo'lmaydi endi bu ammo bu do'stlikni yuqori deyilgandek bizningki bu do'stlik bilan bo'lgan munosabat havasimiz bilan nafs xohishimiz bilan emas Qur'on hadisda ko'rsatgan do'stlar bilan qanday muomala bo'lamiz qaysi tarafga diqqat qilamiz bu do'stlik deganning endi bir shishin suzuk shunda bo'lgan gapken ham nozuk bu do'stlik kichikgina diqqat qilmasak u do'stlar ara buzilg'ili sunig'ili aram turdi endi shunga shu do'stlarning haq huquqlari ustida bir tushuncha bergan bo'lsa qanday qilganda shu do'stligimizni haq huquqlarini ado qila olgan bo'lamiz do'stligimizni uzib qo'ymay davomlashtira olamiz bu eng muhim masala bo'lib qoldi bu do'stlar o'tirdiki haq huquqlar ko'p endi eng asosli bo'lgan haqlar masalan men sizni yaxshi ko'rsam haqiqiy turda Alloh yo'lida do'st tutsam albatta men sizga sizni yaxshi ko'rganlik ekanligimni yetkazib qo'yishim lozimki men seni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman deb undan keyin do'stlar bilan bo'lgan munosabatda biz aramizda hech qanday bir qalbimizda birodarimizga shunday bir ba'zi adovat ya bir yaman bir g'arazda bir muddao saqlamasligimiz lozim agar qarindoshimizni haqiqiy biz qarindoshimizni islomiy qarindoshlik yoki normal bir do'stlik rishtasi bizda bo'ladi ekan albatta qarindoshimizga qarata qandaq bir masala bo'lsa uni atrofimizdagi kishilardan anglamay o'zidan bevosita men masalada mandaq bir tushuncha kelib qoldim yo xato tushuncha bo'ldimi deb uni aramizda bir tushuncha hosil qilib yechishimiz lozim shunga o'xshagan nurg'un masalalarda aramizda bir-birimizga cho'nglik qiladigan kibr qiladigan ishlar bo'lmasligi lozim xususan muomalada ba'zi do'stlar o'tirishadimi haliqidek do'stlarninki bizga manfaat keladigan yoki munosabatimiz va haliqidek biz bilan bir dunyolik munosabati va do'stlarga nihoyat yaxshi qizg'in muomala qilib ammo normal haliqidek bizga foyda ziyon yetmaydigan bir do'stlarga haliqidek boshqacharoq so'g'oq muomala qiladigan ishlar insonchilikda bo'ladi endi bu ishlarni yo'qotishimiz lozim ba'zi insonlarning tabiatida haliqidek o'zidan yuqori tabaqadagi insonlarga xushomad qiladigan o'zi bilan tang yoki o'zidan tuvan insonlarga qo'pol so'g'oq muomala qiladigan bir illat bor bu hamda islom insoniyat axloq va insoniy madaniyat zid bir masala buni inson o'ng'shay oladi o'zini haqiqiy turda men bu insonlar jamiyatida yaxshi bir munosabat o'rnatay do'stlik o'rnatay desa bu ishlarga diqqat qilish lozim ilmali bir narsani so'zlagan ekan shu do'stlikni ishtik uzib qo'ygan narsa do'stlar ara masalan bir yaxshi ishlar bo'lsa unga chaqarmay billa barlar yoki billa shunga munosabat bo'ldi demasdan o'ltirib bo'lgan qolgan boshqa do'stlar o'ltirib bo'lib kelib do'stning o'ziga selib biz falon ishni qilgan to'q mana falon yerga borgan to'q qo'pgan to'q yoki bundan deyishgan to'q deb uni ya'ni do'stininki nimasini qo'zg'ash onun qarshi bir nafratni qo'zg'aydigan gap so'zlarni qilish eng yomon bir illatlardan biri ekan bu jiq ahvolida o'zgarib qoldi ekan ba'zi qarindoshlar o'ltirib tayib sen onun o yaxshi ishlarni deydigan odam shu yaxshi ishlarni shu odamni haqiqiy yaxshi ko'radigan bo'lsang Allohning rizosi uchun shuni bir ilib olishing kerak ilib olmagan taqdirda biz bunda bir ilib olamadik manda yaxshi ishlar bo'lgan deb gapni manda silaq boshlamasdilar uninki nimasini taxama sen bilan biz manda yaxshi olmaganlikdan bu sendem yaxshi do'stlar bilan bağan to'q deganga o'xshash faxrlangan bir gapni qilish eng xatarligini o'ylamay o'tirib qo'ygan. Endi payg'ambar islom bu hadisida hamma mazmun qichamlab o'zininki o'ziga yaxshi ko'rgan narsani qarindoshiga do'stiga yaxshi ko'rmoqchilik mu'min bo'lolmaydi. Bu o'lcham
jiq gapni qisqartib ham bizga ixcham yo'li bilan do'stlarga qanday muomala qilishimizga cho'ng bir endi dars endi bu. Shunday. Şu biz insonchilik shunda do'stlarimizningki abay aytgandagidek haqni anglab bil emas, boshqalardan anglab bil emas, bildirish tegishlik muhim masalani avval biz qarindishimizga bildirsak, do'stimiz başqacha onun muhabbeti kuchaydigan gap ekan. Onun ma'nosi onun bir adam etganligi, onun sirlarini bilganligi. Afsus mana qarindoshlar achidi ba'zi narsalarni o'z bilsa, ichida ses tutishga roziki, uni qarindoshiga deb bagisi yo'q. Yoki biz deb birdigan yakaganda faxrlanadigan bir so'rinda andaydi, o qarindosh o'qidi yoki boshqalarning orqali o'qidi. Shuning bilan haliqi bir cho'ng ishini qilgan do'stlik ojizlab ketib qoladi ekanda. Menga moshunda sirlarni aytmagandim, meni qatar olmaydigan o'xshaydi deb. Insonlar shayton bilib bor. Shaytonning eng cho'ng ishi endi to'g'ri. Do'stlarning o'tini buzalsa, bir odamning fahish qilib o'tgandan, haraq qilib o'tgandan, harom yegizib o'tgandan bakroq ammo shu o'zining nimasiga yaraydiganlik hadisi so'zlanadi. Ikki yaqin odamning o'tirisini buzalsa şeytan qalbi qilgan bo'ldi ekan. Bizning mush jamiyatchiligimiz, mush Alloh yo'lida qilayotgan xizmatlarimizning ba'zi yaxshi ketib bordi, ba'zidan ko'pining mag'lubiyat bo'lishining sababi biz mushunda nozik masalalarni ketkizib qo'yamiz. Anadan keyin dastlab qiziqish bilan do'st bo'lishib manganlar, ma'lum vaqtdan keyin bu do'stligimiz surib qolgan. Bu nimishqa biz bu do'stlikda Allohning Rasuli ko'rsatgan yo'lga o'zimiz rioya qilmagan. Yani şuna cümleden üzümüzden ve etrafımızın qarindoshlarımızdan muş Allah rızası için, muş dostluğumuzdan üzülmeyi davamlaş için hemimiz dikkat qilishimiz gereken bulup mu til meselesinde bazı qarindoshlarımız ben adavat saklamayman go, ben dostlar ara uç qaşkar diyorman go deb bazı gapni diyorat kelmez. Cümleden ben özüm bazı soruldu endi. Kendin gap qandını üzüge diyutay deb bulup deb selip keyin bulup mu yaqin najiq pishman qildigan bo'ldim. Çünkü qalb degan bek nazik narsa ekan endi. Mesela adavat tutmay xafa bo'lganni o'tirib hal qilib yetimiz deb hal qilish yaxshi, lekin buning usuli imkon chiroyli so'zning chiroyligini tanlab hal qilish kerak ekan endi. Onunga mundaqcha aytib lakinda men qo'shig'imni bo'shtib oldim yoki deyib oldim desak bo'lmaydi. Bu nayda xatar ish qilgan bo'ldik ekanmiz. Bu do'stlikda endi eng muhim bo'lgan masala biz birinchidan do'st qarindoshlarimizning o'rtasida shu hasad, chidamaslik degan narsa qat'iy bo'lmasligi lozim. Tabii. Ikkinchi shu biz qarindishimizdan qat'iy yomon gumon qilmaslik lozim. Har qanday bizga qarata bir salbiy ta'sir bo'lgan taqdirdami, albatta buni to'g'ri tushunish yoki bo'lmasa cho'qim bir sabab bilan bu ma'noda muomala qilgan bo'lishi mumkin. Albatta bu ya o'ngshiladi, ya men buni o'zi bilan so'zlashib hal qilayman deb shu alqadek yomon gumonni tamoman to'xtatish lozim. Uning sirtidan haqiqiy bir qarindoshlik desak, qarindoshlikning nayt ko'p sil degandek onun mas'uliyeti var iş. Mas'uliyeti nima? Zat haqiqiy mening qarindishim men qo'limdan kelishicha yordam qilishim va qarindishim menga shunday ig'ir kunlar kelganda yordam qilishi lozim. Alaqadek pul qarz beradigan ishlar bo'ladi. Ayna bir yerga berib kelaydi desa darhol ma'qul deb ma'digan ish bo'ladi. Bola aqllari kasal bo'lgan vaqtida onu doktorxonaga olib boradigan ish bo'ladi. Shunday qilib haqiqiy muhtoj bo'lgan vaqtida birga tura olish lozim. Endi shu u to'g'ri, qarindoshlar turadi, ammo ba'zi yomon vaqtda tura olmaydigan ishlar bor. Ammo shu qarindoshlikni saqlash uchun biz shunday badallarni to'lashga to'g'ri keladi endi. Şu bedel tülüye desek inşallah başka mesele bulmaydı. Bu Allah'ın sayesinden sayı yok vaxtida sayı birildiğin bir riştige ya bunun bir çıkım ketmeydi. Çoğun bir iş ketmeydi. Fakat biz özümüzün kalbimizni sablaştırıp hem zaten ben etrafımdaki qarindoshlar bilan ve Allah üçün yaxshi o'timan, başqalar menga yo'lsizlik qilsa-mu, men uningga yo'lliq muomala qilaman degan bir tasavvurda muomala qilsak nurg'un ishlar o'ngshilib ketadi. Ammo shu bizdagi masala sen menga manda qarasang men senga qanday qaraydim, sen o'zingga cho'ng bo'lsa menmi cho'ng deydigan ish bu eng bo'lmaydigan masala endi. To'g'ri, hammadan o'zga cho'ng, ammo bu qarindoshlikning badali shunday qarindoshga
Kurban beriş lazım. Kurban veremesek vaqt qarindoshlikning ahamiyati bo'ladi. Yo'lda tutulmagan odam bilan haqiqiy do'st birodarlarning uzun muddatlik tarixiy qarindoshlarninki hech ahamiyati olmaydi. Shu sababdan to'g'ri har bir inson xatolashmas emas. Ammo eng yaxshisi xatoni o'ngshash. Bu muomaladimi, do'stlar bilan bo'lgan muomaladimi biz davomli xatolashib turamiz. Bugun xatolashsak, erta uni o'chirishga, qanday qilsak qilib bu do'stlik rishtasini ching'itishga biz tirishishimiz lozim. Ammo inson shu haqiqat borki, hech qachon biz yolg'iz yashashimiz mumkin emas. Hamon do'stlarga, atrofimizdagi insonlarga muhtoj bo'lamiz. Agar muhtoj bo'lmagan taqdirimizdami, ammo biz bu yolg'iz yashashimizning o'zi bu haqiqiy insoniy yashash emas. Davomli biz jamiyat bilan, do'stlar bilan muomalani yaxshi qilib yashashimiz lozim. Yani başka haber kullanmak olmasa dersimizde müşahede ahırlaştırsak, hürmetli qarindoshlar, programımızı bir de ahırlaştırmamız, konuğunu koyup kurpagının için köp rahmet. Yaxşı saatlarda uçuş ümidi bilen her birinlerden hoşlaşımız, hayır, hoş selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.